Bugungi mavzumiz yo'ldosh shakllanishda dastlabki a'zolarning roli, umurtqali va umurtqasiz hayvonlar rivojlanishi misolida embriogenez xilma-xilligining rivojlanish asoslari. Embriogenez bu organizmning urug'lanishidan boshlab tug'ilish yoki tuxumdan chiqarishgacha bo'lgan rivojlanish jarayonidir. Hayvonlar evolyutsiyasi davomida embriogenez shakllari turlicha bo'lib, bu xilma-xil turli yashash muhitiga moslashish natijasida paydo bo'lgan. Ayniqsa yo'ldosh shakllanishi va embrionning dastlabki a'zolari rivojlanishi umurtqalilar evolyutsiyasida muhim o'rin tutadi. Yo'ldosh lotincha nomi plasenta deb ataladi. Uning tushunchasi va vazifalari. Yo'ldosh ona organizm bilan embrion o'rtasidagi modda almashinuvini ta'minlaydigan vaqtinchalik organ hisoblanadi. Plasentaning asosiy vazifalari: embrionni oziqlantirish, kislorod bilan ta'minlash, modda almashinuvida ishtirok etadi, gormonal boshqaruvda ishtirok etadi va immunologik himoya, ona organizmning embrionni rad qilmasligida vazifasini bajaradi. Yo'ldosh shakllanishda dastlabki embrional a'zolarning roli. Yo'ldosh shakllanishi embrionning dastlabki pardalari yordamida amalga oshadi. Bu pardalar embrionni himoya qiladi va rivojlanish jarayonini boshqaradi. Asosiy embrional pardalar. Birinchisi amnion, embrion atrofidagi suyuqlik hisoblanadi. Bu amnion suyuqligi deb nomlanadi. Bu turli xil zarbalardan himoya qiladi, haroratni bir xil saqlaydi, embrionning erkin harakatlanishini ta'minlaydi. Ikkinchisi xorion, embrionning tashqi pardasi ona to'qimalari bilan birikib plasenta hosil qiladi, gaz almashinuvida ishtirok etadi. Uchinchisi allantois, ajratish organi sifatida ishlaydi, qon tomirlari hosil bo'lishida muhim xorion bilan birikib, xorion allantois yo'ldoshni hosil qiladi. Keyingisi sariq xaltacha, embrionni dastlab oziqlantiradi, qon hosil bo'lish jarayonida qatnashadi, ya'ni gemopoezda qatnashadi, dastlabki ichakning shakllanishida rol o'ynaydi. Keyingisi umurtqali hayvonlarda embrion rivojlanishi va yo'ldosh shakllanishi. Amfibiyalar va baliqlar va amfibiyalar tuxum qo'yadi va embrion tashqi muhitda rivojlanadi. Xususiyatlari: tuxumda oziqa modda ko'p bo'ladi, yo'ldosh bo'lmaydi, embrion oziqani sariq xaltadan oladi, gaz almashinuvi tuxum qobig'i orqali amalga oshadi. Bu guruhlarda amnion va allantois yaxshi rivojlanmagan. Sural yuruvchilar va qushlarda bu guruhlar tuxumni quruqlikka moslashgan holda qo'yadi. Xususiyatlari: tuxum qobi qalin bo'ladi, embrional pardalar yaxshi rivojlangan, amnion, xorion, allantois, oziqlanish sariq xaltacha orqali yo'ldosh bo'lmaydi, lekin embrion pardalari rivojlangan. Ular evolyutsion jihatdan yo'ldoshli hayvonlarga yaqin turadi. Sutemizuvchilar embrionogenezning eng yuqori shakli, ichki rivojlanish va yo'ldosh hosil bo'lish bilan xarakterlanadi. Sutemizuvchilarda embrion bachadonda rivojlanadi. Embrion oziqlanishi onaning qonidan bo'ladi. Yo'ldosh ona va embrion o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi. Yo'ldosh shakllanish jarayoni: zigota bo'linadi, ya'ni blastula hosil bo'ladi. Blastosista bachadon devoriga yopishadi. Implantatsiya jarayoni: xorion bachadon devoriga kirib oladi. Allantois qon tomir hosil qiladi. Xorion allantois birikib plasenta hosil qiladi. Yo'ldosh embrionning ona organizmga moslashgan eng muhim evolyutsion yutug'idir. Umurtqasiz hayvonlarda embrionning rivojlanishi. Umurtqasiz hayvonlarda embrion rivojlanishi oddiydan murakkabga tomon xilma-xil ko'rinishda bo'ladi. Ko'pkalilar va kovakichlilarda embrion rivojlanishi oddiy blastula va gastrula bosqichlari kuzatiladi. Organlar murakkab emas. Halqali chuvalchanglar va mollyuskalarda embrionda organlar rivojlanishi boshlanadi. Lichinka bosqichi bo'ladi. Bu troxofora deb nomlanadi. Metamorfozga uchraydi, ya'ni ularda keyinchalik dum hosil bo'lish ishtirok etadi. Hasharotlar. Embrion rivojlanishda tuxum ichida bo'ladi. Lichinka, g'umbak,
Imoga bosqichi metamorfoz kuchli rivojlangan. Mutaxassislarda yo'ldosh bo'lmaydi, chunki embriogenez oziqni tuxumdan oladi yoki lichinka tashqi muhitda oziqlanadi. Embriogenez xilma-xillikning filogenetik asoslari. Filogenez bu organizmlarning tarixiy evolyutsion rivojlanishi, embriogenez xilma-xilligi esa evolyutsion moslashuv natijasida shakllangan. Embriogenez xilma-xilligining asosiy sabablari: yashash muhitining o'zgarishi, suvdan quruqlikka chiqish, embrionni himoya qilish zarurati, oziqlanish shakllanishining o'zgarishi, tug'ilish strategiyasi, tug'ib qo'yish yoki tirik tug'ish, organizm tuzilishining murakkablashuvi. Xulosa: plasenta shakllanishi embrionning dastlabki pardalari xorion, allantoisning rivojlanishi bilan bog'liq. Umurtqali hayvonlarda embrion rivojlanish bosqichlari evolyutsiyasi davomida murakkablashib borgan. Baliqlar va amfibiyalarda embrion tashqi muhitda rivojlanadi. Qushlar va sudralib yuruvchilarda embrional pardalar shakllanadi. Sutemizuvchilarda esa yo'ldosh rivojlanib, embrion bachadonda to'liq himoyalangan holda o'sadi. Mutaxassislarda esa embriogenez ko'pincha tuxum va lichinka bosqichlari orqali amalga oshadi. Bu xilma-xillikning filogenetik asosi yashash sharoitiga moslashish va embrionni saqlab qolish strategiyasining evolyutsion takomillashuvidir.